Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qədəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xalqaralıq kitab yarmərkəsində Şərq Türkistan məsələsi anlatıldı. İstanbul'un Yenikapi rayonunda ötküzülüyatqan Xalqaralıq Ərəbçə kitablar yarmərkəsində Şərq Türkistan Axbarat və Media Cəmiyyəti İstiqlal Televiziyasının rəisi Abdulvaris Abdulxaliq axbarat sahəsi baş tema qılınğan muhakimə yığınında söz qılıb Şərq Türkistan məsələsini İslam dünyasına anlatdı. Məzkur kitab yarmərkəsi 9 avqustdan 17 avqustgacha ötküzüldiğən olub, hər günü türlük temalarda muhakimə yığınları orunlaşdırılğan. 15 avqustdagi muhokama yig'inida Turkiyadagi Arabcha axborot xizmatlari bosh tema qilingan bo'lib, taklif bilan qatnashgan Abdulvaris Abdulxaliq apandi maxsus Sharq Turkiston masalasi haqida to'xtaldi. U oldi bilan Sharq Turkistonning tarixini, Xitoy ishg'oliyatini qisqacha tunishtirgandan keyin Xitoyning navbatda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yoshirish uchun axborot media sohasiga g'oyat zo'r xarajat va kuch ajratganligini, xususan islom dunyosiga qaratgan saxta tashviqotini alohida kuchaytirganligini, irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotgan Sharq Turkiston xalqining bo'lsa, o'z ovozini yetarlik anglatolmayotganligini ta'kidladi. So'z qilguvchilar yana yig'inga ishtirok qilgan ziyoratchilarning turli savollariga javob berdi. Kitap yarmərkəsində yana bir qism nashriyatchilar, akademiklar, jurnalistlar va ulamolar İstiqlal televiziyasining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkiston Uyg'urlar haqidagi fikrlarini, yurak so'zlarini o'rtoqlashdi. Ular Sharq Turkiston xalqining islom ummatining bir parchasi ekanligini, afsuslanarligi ovozini islom dunyosiga anglatolmayotganligini, Sharq Turkiston uchun kuch chiqarish, ovoz chiqarish har bir insonning, har bir musulmonning burchi ekanligini, o'zlarining har vaqt Sharq Turkiston xalqi bilan bir safda turadiganligini, Sharq Turkistondagi, G'azzadagi, Arakandagi zulmning hamini oxirlashadiganligiga har vaqt umidvor ekanligini bildirishdi. 8 navbatlik Hurra Lo'nqisni talashish futbol musobaqasi boshlandi. Yillardan buyon futbol suyar Sharq Turkistonlik yoshlarning aktiv qatnashishi bilan Istanbulda davomlashib kelayotgan Hurra Lo'nqisini talashish futbol musobaqasi 8-yiliga qadam qo'ygan bo'lib, 14 avgust Safaköy rayonida boshlandi. İstanbulda yashayotgan futbol suyar yoshlar tashkillagan bu qatimliq futbol musobaqasiga jami 10 komanda qatnashgan bo'lib, Uyg'ur ilm ma'rifat vaqfi moddiy jihatdan qo'llagan. Komandalar qatorida har yili izchil qatnashib, yaxshi natijalarga erishib kelayotgan komandalardan sirt yana bir qism yangi tashkillangan komandalarmi o'rin oldi. Navbatda guruh musobaqalari payshanbadan tartib boshlangan bo'lib, 2 guruhga ayrilib davomlashadigan aylanma musobaqada jami 4 komanda tanlanib, yarim hal qilg'uch musobaqa o'ynaydi ekan. Bu qatimliq Hurra Lo'nqisni talashish futbol musobaqasi burunqi yillardagidek Istanbulning Safaköy rayoniga joylashgan Nihat Yujaur futbol maydoniga o'rinlashtirildi. Musobaqalar ko'plagan Uyg'ur tomoshabinlarini jalb qilmoqda. Trump bilan Putin Ukraina masalasida birlikka kelolmadi. Amerika va Rossiya prezidentlari Alyaskada yuqori darajalik suhbat o'tkazgan bo'lsa-mu, Ukraina to'qinishi to'g'risida kelishim hosil qila olmadi yoki hech qanday konkret qadam bosqichlarini o'tirg'a qo'ya olmadi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Donald Trump bilan Rossiya rahbari Vladimir Putin o'rtasidagi yuqori darajalik uchrashuv Alyaskadagi bir Amerika harbiy bazasida qizg'in kutib olish va guldirlab uchgan kurashchi aeroplanlarning ovozi bilan boshlangan bo'lsa-mu, juma kuni ularning Rossiya-Ukraina urushini qanday oxirlashtirish to'g'risida hech qanday kelishim hosil qila olmaganligini e'tirof qilishi bilan natijasiz oxirlashdi. Oldi bilan ikki rahbarning yolg'iz ko'rishishi bilan boshlangan uchrashishga keyin Amerika tarafdan tashqi ishlar ministri va davlat bexatarlik maslahatchisi Marco Rubio, Trumpning alohida elchisi Steve Witkoff, Rossiya tarafdan tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va davlat bexatarlik maslahatchisi Yuriy Ushakov hamroh bo'ldi. Ankorajdagi Elementorov Richardson birlashma harbiy bazasida taxminan 2,5 soatlik suhbatdan keyin ikki rahbar birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi, ammo hech qanday savol so'rashga yo'l qo'yilmadi. Oldi bilan Putin so'z qildi.
U Amerika, Rossiya va sobiq Sovet ittifoqi o'rtasidagi tarixiy munosabatni maqtab, Ikkinchi dunyo urushi mezgilida ikki davlat elib borgan birlashma harakatlarni eslab o'tdi. U Amerika bilan Rossiyaning o'rta qimmat qarashiga ega ekanligini bildirdi. Putin yana agar Trump 2020-yildagi saylovda g'alaba qilgan bo'lsa, Ukraina urushining yuz bermaydiganligini ko'p qatim aytganligini tilga oldi. Arqadan Trump so'z qilib, biz intayin unumli uchurush o'tkazdik va nurg'un nuqtalarda kelishim hosil qildik. Faqat az bir qismla qoldi. Biz u nuqtaga texi yetolmadik, ammo yetish uchun nihoyat yaxshi fursatlarimiz bor, dedi. 2022 yilning 5-dan buyon Ukrainaga hujum qilish to'xtamaganligi uchun G'arbdagi ittifoqdoshlar tomonidan chatga qilgandan keyin tunji qatim Amerikada kutib olingan Putin Trumpga bu uchrashishni o'rinlashtirganligi uchun rahmat aytdi va kulimsirab turib, kelar qatimga uchrashish Moskvada bo'lsin, dedi. Trump Putin bilan to'qinishni oxirlashtirish nishonida bir qism muhim ilgirlashlarni qo'lga keltirganligini aytgan bo'lsa-mu, ammo buning nimalarni o'z ichiga oladiganligi to'g'risida hech qanday tafsiliy ma'lumot bermadi. Putin Trumpni suhbatning do'stona kayfiyatda bo'lganligidan va Rossiyaning o'zining davlat manfaati borligini tushunganligi uchun maqtadi. Trump bo'lsa Moskvaning hujumlarida Ukraina fuqarolarining o'ldirilganligi haqida oshkora hech nima demadi. Putinning 10 yildan buyon tunji qatim Amerikada paydo bo'lishini Moskva hamda Rossiyaning xalqaro sahnada chatga qilgan davlat emasligining belgisi sifatida foydalandi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.